Sergeli hududida yashaydigan barcha ota-onalar diqqatiga, sizlarga bitta zo'r bog'chani topib qo'ydim. Bu bog'chamiz yangi ochildi. Mudarris Kids. Bu shunchaki bog'cha emas, qadriyat va ta'lim birlashgan maskan. Hozir sizlarga bog'cha haqida ma'lumotlarni beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bog'chalar muborak bo'lsin, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Bog'cha haqida qisqacha ma'lumotlarni bersak. Mudarris Kids, Mudarris maktabi bor, o'quv markazlari bor. Bu yil mana shu oyda Mudarris Kids bog'chasini alohida qilib tashkil qildik. 3 yoshdan boshlab o'quvchilarni qabul qilyapmiz. Bog'chamizda tuzxona bor, basseyn bor, o'yingohlar, o'sha 5 mahal ovqatlari, logoped xizmati, xullas bitta bolani rivojlanishi uchun nima kerak bo'lsa, hammasi bor. Qo'shishga harakat qilganmiz. O'sha tarbiya darslari, ko'nikmalar, odoblariga ham ozgina e'tibor beradigan tarbiyachilar faoliyat olib boradi. O'zi mudarrisga, men aytaman, mudarrisga qadam bog'chamizdan boshlanishi kerak va bog'chadan boshlanadi. Bog'cha, keyin maktab. Tushunarli. Bog'chani joylashuvini endi mendan ko'ra siz yaxshiroq bilasiz, ma'lumot berib o'ting. Bog'chamiz bekat bu? Bu 4-bekat, Yangi hayot bekati. Yangi hayot yonida joylashgan. 5-bekatdan kelishda 4-bekatga yetmasdan shu yo'l yuzida ko'rinib turadi. Shu metroning yonida joylashgan. Qulay, juda ham mahalladagilarga ham, qatnovchilarga ham qulay. Bog'chamizda ochilganiga hali bir oy to'lmadi, lekin bir 70-80% bog'chamizda o'sha odamlar to'lib bo'lgan, deyarli. Joylarimiz juda kam qolgan. Xudo xolasa. Bog'chani aynan ota-onalar hozir boshqa bog'chalardan farqi nimada desak, nima deb javob bergan bo'lasiz? Zo'r savol. Bog'chalar ko'p. Juda ham ko'p. Bog'chalar ko'p, xususiy bog'chalar ayniqsa ko'p. Xursand bo'lamiz, biz qayerdadir xususiy bog'cha, xususiy maktab ko'rsak, ya'ni ta'limga bo'lgan e'tibor yana ham bitta ko'payadigan tushuncha paydo bo'ladi. Nega mudarris bog'chasi desa, mudarris bog'chasi milliy bog'cha. Mudarris bog'chasida bitta o'quvchi faqatgina badan, tana emas, balki ruhan sog'lom bo'lishiga biz ko'maklashamiz, yordam beramiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu bog'chada rus tilida ham kurslar anaqa nima deydi, gruppalar bormi? Ingliz tili, yana qo'shimcha bolani rivojlanishi uchun. Bog'chamizda rus guruhi yo'q. Zamonaviy ta'lim. Rus guruhi yo'q, faqat o'zbekcha. Faqat o'zbekcha bog'chamiz. Hozircha o'zbekcha bog'cha. Bog'chamizda ingliz tili, arab tili, mental arifmetika darslari o'qitiladi. Undan tashqari karate va qiz bolalar uchun gimnastika ham mavjud. Tushunarli. Demak, rus tilini qachondir ochish niyati bor. Hozircha yo'q, lekin keyinchalik, rus guruhlari ochilsa ham muhit, yo'dagi o'sha tarbiya jarayonlari o'zbekcha milliy bo'ladi. Faqatgina ayrim fanlari, darslari, masalan, yozuv yoki o'sha gapirish degan darslari rus tilida bo'lishi mumkin, lekin umumiy baribir qadriyat o'zbekona milliy qadriyatimizdan uzoqlashmaymiz. Maktablarimizda ham rus guruhlari bor, lekin faqatgina asosiy fanlar rus tilida o'tiladi. Umumiy muhit, asosiy boshqa fanlari, tarbiya darslari bizda o'zbek tilida o'tiladi. Juda ham yaxshi. Agar bu haqida ma'lumot bera olsangiz, menimcha bu hammaga qiziq. Bog'chani to'lovlari haqida ma'lumot berib o'ting. Xo'sh, bog'chamiz haftada 5 kun, ertalab soat 8 dan 5 gacha qabul qilamiz. Bir oylik to'lovi, hozir men sizga yuqorida aytgan hamma to'garak, ovqat hammasi ichida 2.800.000 so'm. Hozirgi narximiz shular. 2.800.000 so'm. Agar bitta oiladan ikkita farzandini bermoqchi bo'lganlar bo'lsa, ularga qanaqadir chegirma bo'ladimi? Ularga 5% chegirma qilib berganmiz. Qancha foiz? 5%. 2.660.000 shunaqa bo'ladi. Agar bu videoni ko'rib, kimdir farzandini olib kelsa, bizdan obunachilarga necha foiz chegirma qilamiz? Ular uchun alohida chegirmamiz bor. Ular alohida kelganda aytiladi. Juda yaxshi. Ular uchun alohida chegirmamiz bor. Tushunarli. Bog'chani bir qisman ko'rib o'tsak bo'ladimi? Marhamat, keling. Bog'chani kiraverishi. Bog'. Охраняй zonalar qilingan. Bu yoq o'ralgan, chiqib ketmasligi, xavfsizlik uchun. Yo'da kameralar bor. Taxminan 25 tacha kamera qo'yilgan mana shu. Bitta kamera bu yoqda ekan mana. Bu yoqda aylanasiga, ichkariladi, hamma yoqda kameralar qo'yilgan. Ichkari joylashuv keng. Bolalarni o'ynaydigan joyi ichkarida ekanda, demak. Ayrim bog'chalar tashqariga qilib qo'yishgan-ku. Yo'q, ichkarida. Mana joylar xavfsiz ekan, mana bog'chani e'tiborli jihati yana bittasi shu. Bu tashqi o'yingohimiz. Tashqi o'yingohimiz. Shunaqa ko'rinishda. Bundan tashqari ichkarida ham ichkari o'yingohlarimiz bor. Juda ham zo'r.
Demak, bu yoqda bolalar bemalol o'yna oladi. Bu yerda oshxonada ovqat alohida tayyorlanadigan. Ha, bu Oshxonamiz o'sha yozgi tashqarida. oshxonamiz. Ha, o'sha o'qishda ham shu yerda tayyorlanadi. Juda ham yaxshi. Ovqat tayyorlanadi. Bu yerda basseynimiz joylashgan. Ha, basseyn ham bor bu yoqda. Yana bitta yaxshi Aha. nima deydi? E'tiborli. Ma'lumot. Bizani basseynda haqiqiy trener dars o'tadi. Kimdir qarab turmaydi, haqiqiy o'sha adashmasam Sohani mutaxassisi. sohani mutaxassis, trener kimdir qarab turmaydi, suzishni o'rgatadi. O'sha yosh bolalarga suzishni o'rgatgan mutaxassis jalb qilganmiz. Albatta, juda ham go'zal. Karate, gimnastikadan ham o'tadigan ustozlarimiz o'sha trenerlar. O'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha litsenziyaga ega murabbiylar dars o'tadi karatedan ham, gimnastikadan ham. Karate, gimnastika ham yo'lga qo'yilgan demak. Xuddi shunaqa. Juda ham zo'r. Xo'p, ichkari ko'ramizmi, ko'rmaymizmi? Agar uni qilsa, Bir ko'rib chiqaylik, bir xonani ko'rsak bo'ladi. Shundoq kirsa bo'ladi. Kirish qismi, paya qismi, bu yoqga bolalar oyoq kiyimlarini yechadi, qo'yadi, ichkari kiriladi. Ozgina milliylik. Demak, bu birinchi xona, menimcha, mudirlarning xonalari. Mudirlar xonasi. Taxminan xonlarimiz shunaqa ko'rinishda. Qolgan xonalar ham shunday. Yuqoriroq sinf yoshdagi masalan 5-6 yoshlarniki. Shuni hisobiga rang-baranglik o'rtacha. Hafta kunlari o'sha televizorlar. Bu yoqga ham kameralar qo'yilgan, nazorat bor. Hozir bilasiz-ku, ko'p bog'chalarda ota-onalar bog'chada xavfsiz yursin, men xotirjam ishga borib kelay deb bog'chasiga beryapti-da, lekin ayrim bog'chalarda ko'ryapsiz, juda ham xunuk holatlarni guvohi bo'lamiz. Bu bog'chada nazorat qanaqa? Nazorat masalan bitta guruhni o'ziga, bitta tarbiyachi, bitta yordamchi va undan tashqari bizda nima zavodichi deymiz, o'sha bog'cha mudirasi, keyin boshqa qavatlardagi qaraydigan yana boshqa o'sha koordinator mutaxassislarimiz bo'ladi. Umumiy jarayonga javobgar o'sha. Bolalar uxlayotgan, dam olayotgan paytda ham nazorat bo'ladimi? Ha, u majburiyati bor, masalan, o'sha tarbiyachi, yordamchilarni bolalar dam olayotgan paytda tepasida o'tirish degan majburiyati bor. Majburiyat yo'q. Keyin yana bir narsani yo'lga qo'ydik biz, o'sha uxlayotgan paytda tarbiyachi kitob o'qib o'tiradigan jarayonni yo'lga qo'yganmiz. Kitob o'qish jarayonida uyqusi kelib uxlab qolish holatlari bo'ldimi bu? Ha, bo'ladi. Bu eshitamiz degan ma'noda baribir yaxshi effekt. Kitobni, men tushunishim bo'yicha kitobni ovozini chiqarib o'qiydi, chiqarib o'qib beradi, bolalarga uyda uyda zo'r o'qib berishadi-ku bizga. Shu narsani biz bog'chada o'sha juda ham zo'r. O'qib beradigan. Umumiy yotar joylarni bolalarni shunga o'xshashda endi yoki boshqa alohida bormi yotadigan? Alohida joylari bormi? Ha, bor. O'shani bitta ko'rib o'taylik. Bu hozirgi krevatlarimiz yoyiladida, yoyilib o'sha yotoqxona bo'ladi. Ha, bu yerda mestira xonamiz bor. Xonalarimiz taxminan shunaqa. Pastga tushsak, o'yingohlar bormi pastda? Ha, pastda. Tuzxona ochiq Zafar aka? Ochiq. Bu yerdan pastga tushamiz. Bu pastki qavatimiz nima uchun mo'ljallangan? Bolalar nima qiladi bu yerda? Xo'sh, bu o'yingohimiz, ichki o'yingohimiz. Yopiq o'yingohimiz. Guruhlar bo'lib tushib, o'zlarining vaqtlari bor belgilangan. Bu xonani ishg'olotdan tashqari vaqtda bu yerda ikkita bitta bu xonani ko'rsatib keting. O'yingohimiz bor. Bu yerda o'sha gimnastika, karate darslarimiz bo'ladi. Kichkina guruh bo'lgani uchun. Bu joylarda men hozir radiatorlarni ko'rmayapman. Bolalarning isitish tizimi qanaqa bo'ladi qish payti? To'pli pol bu yerda. To'pli pol, bo'ldi. To'pli pol o'zi yetadi. Ha. Bu tuzxona ekan. Issiq sovuq ola qilingan. Bu tuzxona. Mana, realniy tuz. Haqiqiy tuzxona. Shunaqa. Hozir juda ko'pchilik bolalarda o'sha astma, bronxit, bundan tashqari allergiya degan narsa juda ham ko'p rivojlangan. Biz o'rgandik. Nima qilsak bo'ladi degan va juda ko'pchilik o'sha mutaxassislar, pediatrlar tuzxonani tavsiya qilishdi. Ko'pchilik bog'chalarda yo'q. Nima uchun? Buni qurish qimmatroqqa aylanar ekan. To'g'risi shuning uchun mana qo'yishmaydi, lekin bolalar uchun juda ham foydali. Bolalarimiz o'sha o'yinchoqlari bilan tushadi, oyoq kiyimsiz, lekin ustida maxsus. Bu xonaga bir haftada necha marta kiradi yoki bir kunda necha marta kiradi? Yo'q, hafta davomida 2 marta, 3 marta kirishadi. Hafta davomida 2-3 marta kiradi. Chunki jam ko'p kirisha olmaydi. Nazorat bilan kiradi. Bog'chamizda hamshirasi bor, alohida. Ular nazoratida o'sha plyus minusi bilan kirib, tepasida o'tirib, ozgina o'sha nafas olishadi. U bilinadi. O'zingiz ham bir o'tirib bir 5 minut, 10 minut tursangiz boshqacha bo'ladi. Seziladi. Bilaman. Tushunarli? Demak, tepaga chiqamiz.
Demak, hurmatli ota-onalar, sizlarga Mudarris Kids bog'chasini qisman ko'rsatib berdik. Qolgan xonalar ham xuddi shu xonaga o'xshash, hammasi bir xil. Sharoitlarini ko'rdinglar, tanishib chiqdinglar. Bolanglar, farzandinglar, meni o'ylashimcha endi xudo xolasa to'liq nazorat ostida bo'ladi. Ham sog'ligi, ham o'qishi, darslari, ularning jismonan harakatlari ham har doim o'sha nazorat ostida bo'ladi. Shunaqa. Demak, ota-onalarni kutib qolamiz. Albatta taklif qilamiz ota-onalarni, kelinglar, ko'ringlar. Kelinglar, o'zinglar ko'rib chiqib, bemalol tanishib chiqib, keyin farzandinglarni bersanglar bo'ladi. Boshqa bog'chalarda masalan, farzandi bir hafta yurish imkoniyati bor yoki 3 kun, 4 kun yurish imkoniyati bor. Sizlarda ham shunaqa imkoniyat berasizlarmi? Imkoniyat beramiz. 3 kungacha bemalol yurishi mumkin, ko'rib. Chunki Adaptatsiya jarayoni bor. Bog'cha yoshidagi bolalarda adaptatsiya qiyinroq o'tadi. Ularga eng muhimi tarbiyachisini biz aytamizki, venasiga tushishi kerak. Albatta. Shu jarayonga biz 3 kun qaysidir ham masalan adaptatsiyasi qiyin o'quvchilar, bolachilar uchun biz bir haftagacha ham imkon beramiz. Chunki biz masalan 10 kun, 1 oy o'qitib keyin mayli keyingi oy kelarsiz qila olmaymiz. Kamida o'sha masalan 3 yosh bo'lsa, 4-5 yil bizda bo'lishini, 3-4 yil bizda bo'lishini, 5 yosh bo'lsa kamida 2 yil bizda mana shu bog'chamizda o'qishini xohlab qabul qilamiz. Shuning uchun adaptatsiya jarayoni biz uchun muhim. Juda ham. Adaptatsiyadan o'tishida yordamlashish bo'yicha alohida o'sha o'zimizda ketma-ketlik planlarimiz bor. O'sha bo'yicha ish olib boriladi. Ya'ni bir haftagacha o'qib ko'rishiga biz yo'q demaymiz aslida. Chunki 3 kundan keyin yoki 4 kundan keyin aniq bo'lmaydigan bu kamdan kam bo'ladi. O'zi aslida 3-kun, 4-kun aniq bo'ladi. Aniq bo'ladi. Uyda bola xarxasha qiladi yoki boraman bog'chaga yoki bormayman xohlab qoladi. degan xarxasha bilan chiqishadi. Mana sizlarga tanishtirib o'tdik. Xudo xolasa bu farzandinglarni berishinglar mumkin. Tanlov sizlarning qo'lingizda. Shunday. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Hozir Mudarrisni maktabiga o'tamiz. Bu maktabni ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Ketdik.